Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Har birimizga uchraydigan muammoni 50 yilga yo'q qilib berishyapti ekan akalar. Nimaga deysizlar, xuddi shu joyga ko'mib, mana shu joyda tushirishib, shu mahsulotimizni tushirib qo'yishibdi. Ya'ni shu muammoni hal qilish uchun. Endi bu akalarimiz davlatga pul to'lashmas ekan, bular kattarog'idan o'rnatishibdi. Lekin siz har bitta xonadoningizga kichkinasini, 6 kishilik, 7 kishiligini, 3 tonnalisini o'rnatsangiz bo'lar ekan. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bu necha tonnalisi bu? Bu 50 tonnalik aka. Bu 50 tonnalik. Bu 50 tonnalik. 3 ta xonadonlarga ham bor. Xonadonlarga ham bor. Rostdan ham xonadonlarga xuddi shunaqa qilib o'rnatib olishsa, davlatga pul to'lashmasdan shu muammodan qutulishadimi? Qutulishadi. Gapingizga javob. Gapimga javob. Gapingizga javob berasiz. Mana gaplar ham aylanib ketyapti, lekin javob beradilar. Javob beramiz. Xudo xolasa xuddi shu stilda bo'ladimi xonadonga ham? Xuddi shu stilda bo'ladi aka. Prosta buni ham razmeri kichkinaroq bo'ladi, joyi ham razmeri kichkinaroq bo'ladi. Ha, joyi ham, razmeri ham kichkinaroq bo'ladi, keyin puli ham arzonroq. Puli ham arzonroq bo'ladi. Puli ham arzonroq bo'ladi. Akalar bitta-bittadan like bosib qo'yinglar. O'zimizni milliy mahsulot, hamma yo'lda o'zimiznikilar qilishyapti. Oldin chet eldan mutaxassis chaqirib yoki 200-300 kilometrdan tortib kelishlar bo'lardi. Pul ham ko'p ketardi, vaqt ham ko'p ketardi, asab ham ko'p ketardi. Endi akalarimiz shu mahsulotni har bir xonadongacha o'rnatib beramiz deyapti. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishar ekan. To'g'rimi aka? Butun SNG davlatlari bo'ylab. Hozir biz qatga o'rnatib beryapmiz. Hozir biz Qo'qonga aka. Qo'qonga o'rnatib beryapmiz. Qo'qonga o'rnatib beryapmiz. Qat-qatlarga o'rnatgansiz. Xo'p aka, 12 ta viloyatni pashti hammasiga o'rnatganmiz. 12 ta viloyat hammasiga o'rnatganmiz. Aka, bu narsa realniy ishlaydimi? Realniy ishlaydi aka. Realniy ishlaydi. Realniy ishlamaganda aka hozirgacha bu ishlab chiqarish to'xtab qolgan bo'lishi kerak. To'xtagan bo'lardi. Bitta ko'rsatingda mana yerda suv chiqib ketgan joy. Bu suv chiqib ketgan joy, a? Motor tashab qo'yganmiz aka. Suv chiqib ketgan joy suvni torsib turibdi, lekin qo'yilyapti aka. Aka, buni ishlash prinsipini tushuntirib bering. Nimaga hozirgi kunda mana dom qurayotgan akalarimiz har bitta xonadondan chiqadigan kanalizatsiya suvi bo'ladimi, axlati bo'ladimi, oshxona suvimi, mashqa sizga ishlarni topshirishyapti. Hammasini bizga ishlanib topshirishyapti. Nima, qanday ishlab? Xo'p, sistemasini tushuntirib bering. Bu sistemasi aka, bu 50 tonnalik idishimiz. Buni ichi 3 kamera bo'ladi aka. 3 kamera bo'linadi. 3 kameraga bo'lingan-a o'sha. Xo'p, o'sha bo'lingan. Ichidan bo'lingan. Ichidan bo'lingan aka. Hop. Xo'p, endi qarab turing. Xo'p, bu yoqdagi mana shu 7 etажkalik domimizni hamma kanalizatsiyasi kelib, hojatxonasi bormi, rakovinasi bormi, oshxonasi bormi, hammomi bormi, hamma narsasini olib kelib turib, aka, mana shu joyga ulashadi. Mana shu joyga ulanadi. Mana shu joyga ulashadi. Turba mashga keladi. Turba mashga keladi. Hammasi bir joyga keladi. Hammasi bir joyga keladi. Olib kelib mashga ulashadi. Endi ulashgandan keyin bu 50 tonnalik bachogimiz aka 30 tonnasi mana mashagacha, mashadan bu yog'i 30 tonnasi общий bitta gryaz bo'ladi. Общий gryaz bo'ladi. Hammasi kelib shunga tushadi. Endi bu 30 tonna idish to'lguncha ham bir 2 yil vaqt o'tadi. Birdaniga to'ldirib yura olmaydi 30 tonnani. Xo'p, keyin mana bu ikkinchi kameramiz 10 tonna bo'ladi aka. 10 tonna bo'ladi. U bu yoqqa u narsalar tushgandan keyin o'zini maxsus bakteriyasi bor. Bakteriya solinadi. Beramiz. Bakteriya solinadi. O'sha bakteriya tushgan yog'lamalarni terib, yeb 90% tenetski suvga aylantiradi. Zo'r. U ikkinchi kameraga o'tadi. Ikkinchi kamerada yana bitta tozalanadi. Yana bitta tozalanib turib, mana 3-kameramiz aka, yana oxirgi kameramiz 10 tonna bo'ladi, 3-kameraga o'tadi. 3-kamera ham to'lgandan keyin bu yoqdan chiqish turbasi bo'ladi. Meta teshasizlar-da hozir. Teshamiz. Bu polni shibonka bilan o'raladi. Shibonkalarimiz kelgan mana. Mana shibonkani ko'rsating. Polni to'ldiriladi shibonka bilan. To'ldiriladi buni ichi. Shibonka bilan polni to'ldiriladi. Polni to'ldirilgandan keyin atrofiga mana shu turbalarni aylantiramiz aka. Mana shu turbalarni aylantiramiz. Mana turbalar teshik bo'ladi aka. Bu turbalar hammasi yerga qaragan holatda o'rnaydi. Teskari qilib o'rnaydi aka. Bundan chiqqan suv bir joyga tushmaydi-da, hozir bachogimiz u tomonga uklon turibdi, turbamiz bu tomonga uklon bo'ladi. Baqa uklon. Bu yoqdan chiqib turib, mana shu bachogida atrofida aylanib singib ketadi yer tagiga. Xo'p, nechta marta aylanadi bu turbalar? Xo'p, bu aka 2 qator aylanadi. 2 qator aylanadi. Bag'da 2 qator, bag'da 2 qator. 2 qator, bu tomonda 2 qator, u tomonda 2 qator aylanadi. Xo'p, aka, bundan pastda ya'ni suv chiqib turadi deyapsiz. Bundan pastda masalan, u yoqda qancha rasxod bo'ladigan bo'lsa, rasxodga qarab suv chiqib singiydi. Xo'p, endi mana devor aka, bu devorga ziyon bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Bu joylarga hech qanaqa ziyon bo'lmaydi. Oqib ketmaydi. Yo'q, oqib ham ketmaydi, cho'kish holatlari bo'lmaydi. Cho'kish holatlari ham bo'lmaydi. Betonlar ham cho'kmaydi. Betonlar ham cho'kmaydi. Yerga tushib ketadi. Yerga shu o'tib, shu yomg'ir suvi yo'q bo'lib ketadi. Shimib ketadi. Shimib ketadi. Mana shibi bilan bekorga tashalmaydi.
akalar, umuman davlatga pul to'lamas ekansiz, kanalizatsiya yetib bormagan joylarga oldin 100-200 metrdan, 1-2 kilometrdan turbalarda tortib kelinardi, yerlar ko'lanardi. 1-2 milliard hech narsa bo'lmas edi. Endi unchalik rasvod qilishmaydi. Katta rasvod qilishmaydi. Katta rasvod bo'lmaydi. Arzimagan pulga o'rnaydi. Faqat domlarga emas aka. Yog'lama ko'p joylar, restoran, oshxona, kafe, xonadon, dam olish maskanlari, sanatoriyalar hamma joylarga o'rnatib beramiz. Hozir maktablarga o'rnatishyapti. Nimaki, maktablar ham shu sistemaga o'tyapti. Maktablar ham shu sistemaga. Maktablar ham, masalan, ko'p domlar ham mana shu sistemada ishlashyapti. Endi hozir bir joydan kanalizatsiya tortib kelib bo'lsa ham, 200-300 metrdan kanalizatsiyani tortib olib kelsangiz, u falon pulga 1 milliard, 2 milliardga tushadi aka. Bu unaqa narxga tushmaydi aka. Yengil tushadi. Yengil tushadi, zato bir umrga qutulasiz. To'lib qoldi, hech chiqyapti, sasib ketyapti bo'lmaydi aka. Ichiga nima tashlamaslik kerak? Ichiga aka, buni ichiga влажный salfetka, salafan, pampres. Shu uchala narsa o'tib ketmasa to'lmaydi. Axlatni o'ziga to'lmaydi. Axlatni o'ziga umuman to'lmaydi. Yog'lama suv, axlat bir xilgi joylarda, yomg'ir ko'p yog'adigan joylarda yomg'ir suvi ham haligi ko'p joyga yerga tushib turib, to'planib ko'tarilib ketadi. Shunaqa sistemada qo'yib beramiz, shunaqa joylarga yomg'irning suvini bu idishni ichiga olib tushib qo'yib, bundan chiqish qilib turib, masalan, yer ichlariga qaytarib olib ishlatsangiz bo'ladi o'sha suvni. Zo'r. Akalar, bittadan like bosamiz. Sistemasiga gap yo'q. Betlar sheben bilan to'ldirilar ekan. Bundan oldingi videoyimizda ham bitta kattakon zavodga qilib berishganlarini chiqarganmiz. Xohlasalar ham u videoga o'tib ham ko'rsalar ham bo'ladi. Instagram sahifamizda ham, YouTube sahifamizda ham video turibdi. Bemalol o'tsalar ham bo'ladi. Pastga raqamlarni qoldirib qo'yapman. Ahror aka, yana nimalarni aytmadik? Xo'p, nimalarni aytmadik? Sexlarni ham ko'rsatganmiz videoda. Hamma narsani aytdik. Keyingi obyekt Toshkentda. Xudo xolasa, keyingi obyektimiz Toshkentda. Toshkent Angren 4,5 gektarlik bitta zavodga o'rnatamiz. Hozir mahsulotimiz tayyor bo'lyapti. Dogovor bo'lgan. Xo'p, undan keyingi obyektimiz xuddi shunga o'xshagan. Xo'p, 3 ta 7 etажlik dom, bir xonalik 100 ta xonadon. Zo'r. U yerga ham dogovor qilganmiz. Xudo xolasa, bir hafta 10 kunlardan keyin yana ko'rishamiz. Ana shu joylarga ham olib borib o'rnatamiz. O'zlaring ko'rib, ko'zlaring bilan ko'rib, bemalol 100% ishonch hosil qilsalaring bo'ladi keyin. Akalar, bittadan like, obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, keyingi videolarda ko'rishguncha.